Kelin qilishga adashmadikmi? Hozir homilasini 5 hafta deyapsiz. Biz to'y qilganimizga endi 1 oy bo'lmadi hali. 1 oy bo'lmadi-ku, qanaqasiga u 5 hafta bo'ladi darro'da. Yo'q, kelin qilishga adashmadikmi? Qarang, opam. Shunaqa narsaki, homiladorlik haftasini hisoblaganimizda, aloqa qilgan kuni yoki ovulyatsiya kuniga emasda, hayz kelganini birinchi kunidan hisoblaymiz. Masalan, sizni keliningizda oxirgi hayz etyapti 21-sentyabr deyaptilar, to'g'rimi? To'yi bo'lgan 1-oktyabrga bo'lgan. Sanasini chiroyli qilib qilgansizlar. Xo'p, endi bugun kelyapsiz 30-oktyabrda. Endi hozir biz homiladorlik hisoblaganimizda oxirgi hayz bo'yicha hisoblaymiz. Oxirgi hayz bo'yicha 5 haftadan o'tgan bo'lishi kerak. Ovulyatsiyani mana shu 1-oktyabrlardan keyin bo'lgan. Shuni hisobiga bola 5 haftalik deb ko'rinyapti. Bu noto'g'ri tushunmang. Shunaqa holatlar hisobiga juda ham ko'p oilalar buzilib ketadi-da. Tekshiruvga borganda o'zicha yoki ginekolog bu narsani tushuntirmaydi. Shuning uchun juda ham ko'p oilalar shunaqa tushunmovchiliklar hisobiga, oddiy holatlar hisobiga buzilib ketyapti. Voy rahmat, asalim, endi tushundim gaplaringizga. Xudo xolasa mayli. Vaqt soat bilan eson-omon qutulsinlar kelinim. Sog' bo'ling.